Assalomu alaykum, mehrikul obunachilari, aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Mana yana bitta qilgan ishlarimiz, Xudo xolasa Namangan viloyati Norin tumani Haqilobod shaharchasiga Bahodir akamizning xonadonlariga bitta tandir, 2 dona o'chog'imiz Xudo xolasa bitdi. Azizlar, mana tandirlarimizni bir sutka mobaynida chiroyli qilib pishirib ishlarda hozir ham mana ko'mirlar yonyapti. Azizlar, tandirimizni Xudo xolasa pishish jarayoni ustiga mana zontilar o'rnatib qo'yganmiz. Azizlar, Xudo xolasa tutuni tashqariga chiqmaydi. Yonlarida mana bitta 60 litrlik, bitta 22 litrlik qozonimiz. Qozonlarimizni mana yoqib qo'yganmiz. Inshaalloh azizlar, nihoyatda bir go'zal bo'lib yonyapti. O'zi xonadon egalari mana Bahodir akamiz ham bir qator tutun tortishlarini ko'rib, sinovdan o'tkazmoqda. Aka, mashinasidan boshlaydi, mashinasi yaxshi bundaqa yog'ochi bor ekan, mana nima qiladigan. Qo'lingiz kuyib qolmaydi demoqchiman. Mana Bahodir akam o'zlari yaxshi tutaganidan oling. Ammo amayda korobkamiz ham bor. Agar nima qilamiz siz, ko'ramiz siz. Qani? Sal borda. Mana azizlar, mana inshaalloh totishi zo'r Bahodir aka. Xudo go'zal. 22 litrli qozonimizni mana tutun totish jarayoni. Atrofidan taxtalarda olmadik, hali betonlari qatigan yo'q. 60 litrligimizni ham bir qator ko'rib qo'yaylik. Mana azizlar, 60 litrli ko'rinyapti. Ha, bo'lmasa mana shu korobkani oling. Muxlislarimiz ko'rib maza qilsin. Yaxshilab tutashtiraylik. Azizlar, mana shu joyimiz 3:30 ga tushdi. Tandirimiz 1:20. Mana 2:30 ga ikkita o'chog'imiz. Xudo xolasa mana suvlarni ham qaynayapti inshaalloh azizlar. Suvlarni chiqayotgan hovurlar. Chiroyli bo'lib tushdi. Mana shu ikkita qozonimizni mana shu tomondan yoniga kiradigan bo'ldi. Bu kichkina qozonlik uchun biroz ichkariga kirgizdik. Katta qozonga yaqinroq bo'ladi. Bu kichkina qozonimiz. Mana azizlar, tutun totishi. Bahodir aka qalay totyapti? Yaxshi. O'ta go'zal, ha? Ha, o'ta go'zal. Inshaalloh. Gap yo'q. Onlayn dars ko'rmasin. Sog' bo'ling aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana bunisini ham ko'raylik, kichkina qozonimizni. Mana azizlar, Gap yo'q. juda go'zal. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Kam bo'ling. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ishlarga vaqti bosib ko'rasiz. Aka, qilgan ishlarimizdan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, bundan sizlar rozi bo'lsalaringiz. Yaxshi kunlarga, to'ylarga maza qilib ishlating aka. Har ishlatganingizda duo qilib qo'ysangiz yetadi. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Mana azizlar, bizning YouTube kanallarimiz bor. Mehrikul tandir o'choqlari desalaring chiqadi. Telefonda Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilaverasizlar. Iloji boricha imkon qadar ko'ngildek qilib, chiroyli qilib beramiz. Bolalarda havas qiluvdik, mana 100 kilometrdan chaqirdik mana. Gap yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin aka. Akamiz ham Xudo xolasa ishimizdan ko'ngillari to'ldi. Qo'ni qo'shniga, mahalla-kuyga tavsiya qilaverasiz aka. Mana azizlarga ozgina o'tirmalar, suv ham o'zi Mana hech qancha o'tin yaxmadi, to'g'rimi? Ha, suvimiz pastda uni qaynayapti mana. suvimiz mana qaynayapti. Qaynayapti. Hamma joy bir xil qaynayaptimi aka? Zo'r. Mana. Suv ju qaynayapti. Hali hech qancha o'tin yaqin. Bunisi ham Xudo xolasa qaynaydi mana. Shu qaynashga kelib qoldi azizlar. Bu o'tin bilan qozonni qizdira olmasdik. Zo'r bo'ldi, xudo. Bir qator ishlating, tandirimizdan non yoptiring, bir qator ovqatlarni qildirib, meni tavsiya qildiraverasiz inshaalloh. Ulardan rozi bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Azizlar, shu mehnatlarimizni qadrlab, bitta chiroyli like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa keyingi safar sizning uyingizda bo'lishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.